Yana hurmatli assalomu alaykum. Magazin 136 podpischiklari. Boshlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Xudo xolasa bu videomiz sizlarga foydali, manfaatli bo'ladi deb umiddamiz. Bilasizlar, Xorazm viloyatida yomg'irli ob-havo bo'lishidan qaramay, magazin 136 issiq настроение bilan sizlarni kutib oladi postoyanni. Bugungi obzorimiz, bugungi videomiz xudo xolasa sizlarga foydali, manfaatli bo'ladi deb umiddamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash maqsadida va keng tarqalishi uchun bir like bilan bir komment yozish yoddan chiqmasin. Xudo xolasa buyonimiz issiq, bilasizlar, issiqdan olib ketadi. Обязательно yengkalda futbolkalarni eng zo'rlari ketadi xudo xolasa. Sizlar uchun zo'r premium kачестводagi eng original или lyuks kачестводagi futbolkalarni aytganmiz xudo xolasa. Bularni sizlar bilan video davomida obzor qilib ko'rsatamiz. Bahosini ham sizlar uchun umuman real bahoda xudo xolasa qo'yib berjakmiz. Tursa tozagan rasvetga seli paskasi bilan turibdi hali bu rasvetchalarimiz. Yana gelator futbolkalarimiz, bu narsalarni ham degan reski issiq sizlarga obzor qilishda davom etamiz xudo xolasa. Rasvetcha nima dedi? Materialni o'zi bir отдельный tema bu narsani. Brend Belesit brendidan вообще zo'r kачестводagi futbolchalarimiz keldi. Kelgan vaqtingizda boyoqliqi bilinmindroning futbolchadagi kачествоda shu bo'ladi xudo xolasa. Yenglarni ham aytib boramiz. Вообще zo'r skromniy qilib tikilgan, yarim chiziqli variantda bo'ladi xudo xolasa. Chesin originali bilan birabir lyuks kачествоda bo'ladi bu narsamiz. Bahosini ham sizlar uchun umuman real bahoda qilib qo'ydi xudo xolasa. Navbatdagi rasvetchamiz skromniyni yaxshi ko'radigan skromniy bratlarimiz uchun skromniy narsani aytganmiz xudo xolasa. Rasvetcha nima deydi? Rasvetcha темный синий svetda bo'ladi. Bu narsamiz kamerada sal bitta boshqacharoq ko'rinib turibdi. Lekin вообще material ham zo'r, lekin bu narsamizni ham shu Belesit firmadan bo'ladi xudo xolasa. Premium kачествоda albatta. Tikilishlarini ham aytaveramiz. Tikilishlar ham вообще zo'r. Umuman boshqacha tikilgan bu modelimiz. Navbatdagi rasvetchamiz neobычный yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun. Hala mentol svet desangiz mentol svet emas, bolotniy svet desangiz bolotniy svet emas. Xullas, neobычный svetlardan aytganmiz bu rasvetchamiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Rasvetcha lekin вообще zo'r, lekin bu kачествоmiz ham xudo xolasa 3 xil rasvetchada aytganmiz bu safargisini. Razmerlarni bir qator sizlarga tushuntirib o'taman. Razmerlari L dan 3XLgacha chiqadi. Bemalol kelib magazinimizdan xarid qilsangiz bo'ladi, hurmatli mijozlar. Dostavka bo'yicha ham pastdagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz. Dostavkamiz Urganch shahri bo'yicha besplatniy bo'ladi, viloyat tumanlari platniy bo'lib boshlaydi xudo xolasa. Bahosini sizlar uchun umuman real bahoda qilib berjakmiz. Bu narsamiz o'zi sotilish bahosi 140 ming so'm deb chiqardik. Lekin YouTube kanalimiz obunachilari uchun umuman real baholarda qilib qo'yamiz deb turibmiz-ku. Endi shularni xatorini qo'ydik. Bahosini o'zgartirib o'tiribmiz hali. O'zgartirishni uspet ham etmadik hali. 88 ming so'mdan ne dedi? 88 ming so'mdan ketadi axir bu rasvetchamiz. Eng oxirgi bahosi bo'ladi. Shu narsa yaxshilab aytaveradi hurmatli YouTube kanalimiz podpischiklari. Eng oxirgi bahosi 88 ming so'm shu sizlar uchun qilib qo'ydi xudo xolasa. Rasvetcha lekin вообще zo'r, lekin bu narsamizni quruq kelib olib ketish kerak. Baholarni вообще arzon qilib qo'yganmiz xudo xolasa. Faqat sizlar uchun bo'ladi bu narsamiz. Kommentariyada negativ yozadigan mijozlarimiz bu narsamizni kачествосini yaxshilab bir o'zingiz bir durishini bir baho beringlar bu narsani. Material lekin вообще zo'r, lekin eng zo'r premium kачествоlarni aytganmiz. Shu bu futbolchilarning xatorinda, o'zi bu xatarimizni bilasizlar, hammasi 88 ming so'mdan sizlar uchun qilib qo'ydik. Bir rasvetchamiz ham shularning xatorinda qo'shib beraverdik xudo xolasa. 88 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi hurmatli mijozlar. Shunga uchun premium kачестводagi trikolarimiz ham keyin narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Lekin bir rasvetchamizni o'zi bir отдельный tema bu narsamiz. Material вообще zo'r, lekin tikilishlar ham o'ta go'zal xudo xolasa. Yasayizlar, magazinimizdan chiroyli narxlarda faqat bizdan xarid qilsangiz bo'ladi hurmatli mijozlar. Eldan bizada keyin qo'ng'ishlarda dedi-ku. Shu gap shu xudo xolasa.
Bu videomiz sizlarga foydali, manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Videoni tezroq jo'ralarga yuvarib tashlaymiz. Razmerlarni yana bir qator tushuntirib o'taman. Razmerlari L dan 3XLgacha chiqadi. Bemalol kelib magazinimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bahosini shu sizlar uchun 88 ming so'mdan qilib qo'ydik. 3 xil rasvetchadagi futbolchamizni. Videomizni tez jo'ralarga, yaqinlarga, do'stlarga tarqatib tashlaymiz. Hammangizni magazin 136 da kutib qolamiz. Lokatsiyamiz yana bir qator tushuntirib o'taman. Lokatsiyamiz Urganch Roscenter bozori 3-qator 136 magazin bo'ladi. Xudo xolasa, xalqning dilida aytganda esa Glavniy darvozadan kirib kelaverishda dapada 3-qator deb yozilib turibdi. Shu 3-qator degan yo'lak bo'yicha oxirigacha yurib kelamiz. Lokatsiyani yana bir qator tushuntirib o'taman. Ko'rib turganlaringiz 3-qator deb yozilib dapada to'g'ri yurib kelaverishsa 136 magazin bo'ladi. Xudo xolasa, manzilimizda adashmanglar. Xudo xolasa, hammangizni magazin 136 da kutib qolamiz. Kelaverasa, gelsanglar, kamina shaxsan mandasim otim Dadaxon kutib olaman sizlarni. Hurmat bilan magazin 136 jamoasi bo'ldi. Sog' salomat bo'lasizlar.